She'r yozgan bo'lsam do'stlar, hayotda qanaqa ko'rinar ekanman? Sizlarning o'zlarincha fikrlaringizni aytinglarchi. She'r yozgan inson bo'lsam, she'r yozni. Qanaqa insonga o'xshab qolaman? She'r yozgan inson bo'lsam. Endi hayotda har doim kulib, xursand bo'lib yuraman, hatto umuman she'r yozgan inson bo'lsam. Boshqacha bo'lib qolar ekan mana. Taysa semichkan qanday chakasan? Semichka chakalmayman. Elbekka motivatsiya bering. Elbek gazini bos, ishingga omad. Elbek o'qishingning rivojini bersin. Yaxshi o'qigin. Bilaman, baribir sen shu yo'lni tanlaysan.